Endi birodarlar, ko'chada hammamiz ham odobli, esli bo'lib yuraveramiz. Bizni zamonda til bilan aytganda biznesi uchun. Keling akaxon deydi. Ichida to'ng'iz o'lib turibdi. Hali tovarni o'tkish kerak edi. Nima qiladi? Keling aka dedi. Bo'ldi mana deydi. Yekan xotin ham qo'yadi. Keling aka nima xizmat deydi. Yo'q, unaqasi bor. 3-4 so'm pulini olishi uchun, biznesi uchun muloyim, kechirimli, halim, lutf egasi bo'lib ko'rinadi. Uyga kelganda-chi? Siz bilan bizdagi narsa hunarmi yoki xulqmi degan masalani ko'rganmiz. Eslasizlarmi? Mana ko'chaga chiqqanda muloyimsiz, kechirimlisiz, sertabassumsiz, zo'rsiz. Bu xulqmi, hunarmi? Qayerdan bilar edik? Uyga kirganda bilamizda. Maskani shuni yechamiz. Shuni ilib qo'yib uyga o'zimizni basharamiz bilan kiramiz. Sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlardingiz? O'sha muomalani biz o'zimiz qilishimiz kerak.